Qaysi yoshda ekanimni so'ramang. Yoshning raqamlar bilan bog'liq emasligini anglagan palladaman. Ichimda ba'zan quvnoq bir bola, ba'zan esa charchaydigan bir qariya yashaydi. Shovqinga toqatim qolmagan, olomondan uzoqlashgan, atrofimdagi keraksiz odamlarni saralab oladigan yoshdaman. Quyoshning chiqishi va botishini shunchaki hayrat bilan tomosha qiladigan emas, chiqqan quyoshga shukr qiladigan, botgan quyoshga esa biroz mahzun bo'ladigan yoshdaman. Har jilmayish samimiyat emasligini, har va'da amal bilan tugamasligini tushungan yoshdaman. Kam gapirib, ko'p kuzatadigan, ko'nglimni har kimga ochmaydigan, sirlarimni sukunatga topshiradigan yoshdaman. Eng muhimi esa, endi hammani o'zim kabi o'ylamaydigan yoshdaman.